Xo'sh, hozir mana yo hammalarni men Sharon TV. Barchangiz bilasizlar, qolganlarning ham yo'nalishlari ham bor, yo'nalishlari ham, har xil narsalari ham bor. Lekin biz qilgan xatolar ham bo'ladi. Kaputdan ideya chopish, sifatsiz montaj qilish va nima deyish mumkin? Va boshqalarning skinlaridan foydalanish. Ha, to'g'ri. Men sizlarga eng zo'r yo'nalishdagi kanalni ko'rsataman. Bu kanalni taniysizlarmi o'zi yo tanimaysizlarmi? Izohlarda yozib qoldiring. Hozir men buni YouTube'da ko'rsataman. Mana sizlarga o'sha aytgan kanalim, mana SY. Bu hamma biladi, bu YouTuberni hamma bilar ekan. Oho, challenge, hardcore narsalar, oho, ko'ryapsizmi? Bunaqa videolarni sizlar ham tayyorlaysizlar. Xo'sh, buning uchun sizlarga Minecraft kerak bo'ladi, lekin Minecraftni yuklab olmaysiz. Boshqa o'zimizning O'zbekiston Minecraft'larimiz bor-ku, ularni yuklab oling. Aynan sizlarga marketplace ham kerak bo'ladi. Xo'sh, sababi nima desam ekan? Ha, marketplace'da xo'sh, har xil addon, har xil narsalarni yuklab olsangiz bo'ladi. Albatta, shunday qilib ko'ringlar, hurmatli do'stlar. Agar sizlar ham addon yuklab olsangiz yoki bir narsalar yuklab olsangiz bo'laveradi. Xo'p, ko'rdingizmi? Mana shu videosi shuncha obunachi yig'ibdi. Mana buniki ham. Mana bu video 41 million obunachi yig'ibdi. Qo'ying. Sizlar ham shu videolarni tayyorlab ko'rib, oyiga shuncha ko'p pul topasiz. Ishonavering. Tushunadingmi? Xo'sh, sizlar bilan men o'sha Ron TV hayot